Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur TV ko'ruvchilar. Kanalimizning suhbat programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Bugun biz Sharq Turkistonliklar ittifoqi jamiyatining yangidan tayinlangan raisi Abduqodir Juma akamiz bilan suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Abduqodir aka. Suhbatimiz qatnashganligingizni qarshi olamiz. Xush keldingiz. Va alaykum assalom. Xush bulduk. Oldi bilan o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Muhacirat yaşayotgan Sharqiy Turkistonlik barliq aziz qarindoshlarimiz, har birlariga salom, oliy ehtirom. Men Qashqar shahri Nazarbog' yesidan Abduqodir Juma bo'laman. 2015-yili yil oxirida oilam bilan Turkiyaga ko'chib keldim va bugüne qadar Turkiyada istiqomat qilyapman. Shundaqla Turkiyadagi barliq qarindoshlarimiz bilan Sharqiy Turkiston dava yo'lida ilib berilgan cho'ng kichik faoliyatlarda o'zimning bir kishilik burchimni ado qilib qatnashib kelyapman. Yaqinda o'zingizning Sharq Turkistonliklar ittifoqi jamiyatining yangidan raislik tayinlanganligingizni xabar topdik. Bu vaqtda o'zingiz biroz tushuncha bergan bo'lsangiz. Rahmat. Yaqinda biz Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyatining markaziy rahbarlik yig'inini chaqirdik. Bu yig'inda rahbarlik qatlamini tangshash va buningki bir xizmat planlarimiz to'g'risida bir qarorlar elindi. Bu yig'inda qarindoshlarimizninki ko'rsatishi va jamiyatimizningki xizmat taqozosi shundaqla bu Sharqiy Turkiston dava yo'lida ilib berilayotgan xizmatlarda o'zimizningki bir his qilgan, saqlangan ba'zi bir masalalarga qarata ma'lum bir tushunchalarimiz, ma'lum bir muddaolarimizni, ya'ni Sharqiy Turkiston davosiga foydali bo'lgan ba'zi bir xizmatlarni bir qilish ehtiyoji taqozosi tug'ilganligi tufaylidan bu qatimliq Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi markaziy rahbarlik yig'inida meningki bu jamiyatningki raisligiga tayinlanishim qaror qilindi. Gerçi bu xizmat cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, bu da'vo yo'lidagi ilib berilayotgan bu xizmatningki vaznining ig'irligini, buning bir mushkul bir xizmat ekanligini biz bo'lib turib, bu ig'ir bir vazifani ustimizga oldik. Yani bunda bo'lishda yana bizningki ishonchimiz, umidimiz Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropa, Amerika g'arb davlatlari va boshqa davlatlardagi siyosiy tashkilotlar rahbarlarining va muhojirat yashayotgan barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizninki yaqindan bizni qo'llab-quvvatlashi, bizga vaqtida taklif fikrlarni berishi, tanqidiy fikrlarni berish bilan bu xizmatni inshaalloh bir yuqori saviyada ilib berishga va shu pishqadam ustozlarimizning, siyosiy rahbarlarimizninki qilayotgan xizmatlariga yaqindan yordam bo'lib, ularninki bir yukini, bir kichik bo'lsa yukini ko'tarishga biz buni o'zimizni beg'ishladik. Unda siz Sharq Turkistonliklar ittifoqi jamiyatining bir rais bo'lib sifatingiz bilan hozirgi Sharq Turkistonning vaziyatini qanday qaraysiz? Sharqiy Turkistonimizningki vaziyati bu xil bir murakkab bir vaziyat ustida turyapmiz. Ana buni bir nuqtadan tushuntirib bo'lmaydi. Buni bir 3 nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Birisi zalim ishg'oliyatchi komünist hakimiyeti tarafidan inson bardoshlik berenmeydigan, ig'izga elib ta'riflashga yoki bayon qilishga vijdonimiz, g'ururimiz, iymonimizmi bardoshlik berenmeydigan, mushundaq bir zulm ostida yashayotgan mazlum qarindoshlarimiz va u yerdan aytish to'g'ri keladi, u vaziyatni tushuntirish to'g'ri keladi. Endi bu komünist hakimiyetiningki zulmlarini ve u yerdagi ichki vaziyatlarni ben bu yerda qarindoshlarga deb o'tmasammi, biz kundan kunga yangi xabarlarni yuragimizni ezadigan, qanitadigan bunda xabarlarni ko'rib turyapmiz. Hammalarga bu Sharqiy Turkistondagi vaziyat aniq.
Endi ikinci bir nokta xalqaro vaziyatdan tushunishga to'g'ri keladi. Xalqaro vaziyatda hozir dunyo siyosiy vaziyatiga qaraydigan bo'lsak, Amerika boshchiligidagi va Yevropadagi bir qism davlatlar boshchiligida Xitoyga qaratgan iqtisodiy va siyosiy bir jazolar tufaylidan Xitoyninki ichki qismida nihoyatda zo'r bir davolg'ishlar bor, zo'r o'zgarishlar bor. Va bunun bilan birga Xitoydagi chet el mablag' sag'uvchilarininki mablag'larini zo'r turkumda sirtqa yutkab chiqishi bu Xitoyninki ichki qismida iqtisodiy krizisga yuzlantiryapti va ishsizlik yuzlantiryapti. Shundaqla Xitoyning bu adolatsiz, bu inson bir qilibidan chiqqan bu zulmlari yalnız Sharqiy Turkistonda davomlashmasdan belki o'zining millatiga davomlashtiryapti buni. Bu sebepten özünki ichki qismida o'zining millatiningki qarshiligiga uchraydigan namoyishlar o'tirib chiqadi. Buning namoyanda sifatida o'sha 2-3 oydan beri davom qilib kelayotgan Şangangdagi namoyish. Bu namoyish kichikgina bir qonun o'zgartirish tufaylidan o'tirib chiqqan bo'lsa-mu, Shangang xalqi Xitoyning bundaq bir so'zida turmaydigan yumshoq gap bilan aldab bir qadam egallab kontrol qilgandan keyin yana oqibatda o'zining ixtiyoriy xalqini bo'yicha ezadigan bundaq bir rezil vositasining borligini tonib yetgan Shangang xalqi oxirgi vaziyatda oxirgi vaqtlarda mustaqilligini talab qilib o'tirib chiqyapti. Mana buning o'zi Xitoyninki naqadar bir zolim, naqadar bir adolatsiz bir hokimiyat ekanligini dunyoga oshkorlayapti. Bundaq bir vaziyatda yana xalqaro Xitoyninki turli bir zulmlarni turli bir vositalar bilan dunyoga oshkorlab Xitoyning o'salaligini tushiryapti. Sharmanda qilyapti, ya'ni Xitoyning yuzi to'kilyapti. Bundan boshqa xalqarodagi siyosiy tashkilot rahbarlari, fidoyilarimiz har sohadagi va Turkiyadagi nopozliq tashkilotlar bo'lsin va yangidan chiqqan tashkilot rahbarlari bo'lsin va xalq ommasi bo'lsin, bularningki bu uzundan buyon ko'rsatayotgan tirishchilik natijasida bizning Sharqiy Turkiston da'vosi xalqaro bir kun tartibga kelyapti. Ama bu qilayotgan xizmatlarimiz bu fursatlarning qarshiligida yani yeterli bo'lmayapti bu. Buni aniq yetishimiz kerak. Xalqaro vaziyat bu. Yani bizga tarixdan buyon tepilg'isiz oltin bir fursatni ekib beryapti. Yani xalqaro bizga shunday ishorat qilyaptiki, ey Uyg'ur, ey Sharqiy Turkistonlik, biz Xitoyni hozir bu holatga keldik. İqtisodiy, siyosiy jihatdan bu holatga keldik. Sening nima talabing bor? Sen bizdan nima kutasan? Biz sana nima ish qilib beramiz deb biz ko'zimizga ishorat qilyapti bizning. Ammo biz-chu bundan bexud holda faqat bir faoliyatlar cheklanib qolyapmiz. Bu qilayotgan faoliyatimiz yetmaydi-ki bizning bu fursatning qarshisiga kelishga. Yani bu fırsatını qimmatga aylantirishga yetmaydi bu fursat, bu faoliyatlarimiz. Xalqarodagi vaziyatimiz bu. Endi üçüncü bir nokta Sharqiy Turkistonliklarningki muhojiratdagi vaziyati. Biz nima ish qilyapmiz? Biz gerçi yuqori deb o'tgandek turli imkoniyatimizning yetishicha xizmatlarni, faoliyatlarni elib berayotgan bo'lsak-mu, ammo buni yana bir tarafga qaraydigan bo'lsak, aramızda bir ixtiloflar, bir ziddiyatlar, bir tushuniksiz bir masalalar o'tirg'i chiqib kundan-kunga avjlanadi. Bu masalalar bizning avu tarixiy fursatni ching tutadigan, bundaq bir zehnimizni beradigan ishqa to'salg'i bo'layotdi bu bundaq bir vaziyat. Biz özümüzdeki ichki ziddiyatimiz bilan bo'lib ketib, hozir ash fursatdan qanday foydalanish to'g'risida o'ylanganға biz
vaqtimizni ona bermayotimiz. Endi yaqında endi ochiq deb o'tmasakmi, shu yaqinqi oylarda bir necha masalalar to'g'risida nihoyat qalayimqon bir fikrlar o'tirg'a chiqib, xalqniki iddiasi chechilyapti. Bu yerdagi ushaq-tushak ixtiloflar, o'xshamagan fikr ko'z qarashlar nima zarar akiladi deganda, garchi bugun qadar birisi-birisini yoqmoqni tutishib ketmadi, ammo akilayotgan ziynning vaznini chaqlashimiz kerak. Bu ziyon rahbarlarimizning mengisini xo'rtibyotdi bu. Yani cemiyetki fidoyilarimizning mengisini xo'rtib, zihnini xo'rtibyotdi. Qiladigan ishiga to'salg'i bo'layotir. Ularga mushundaq bir fursatdan qanday foydalanish to'g'risida bir o'yinish fursati bermayapti. Demak, bizniki muajiratdagi ichki vaziyatimiz xalqaroniki vaziyatining tam aksicha, yani tam qarshida. Xalqaro biz shundaq bir fursatni ekkab berayotgan bo'lsa, bizning ichki vaziyatimiz onun qarshi passiv bir vaziyatni o'ttirib chiqaryapti. Demak, xalqaro vaziyati, xalqarodagi Sharqiy Turkistonliklarniki vaziyati va vatanimizningki ichki vaziyatlari nuqtasidan mushunchalik qarashga bo'ladi. Rahmat. Yuqorida xalqarodagi vaziyatlar va jiddiy kam uchraydigan fursatlar to'g'risida va Sharqiy Turkistonning o'zidagi ijtimoiy odatlar to'g'risida biroz to'xtalgan bo'ldingiz. Bu vaqtda sizning qanday planlaringiz bor? Bu vaqtda azroq biz bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Rahmat. Bu vaqtda albatta bizningki o'ylaganlarimiz, planlarimiz bor. Xalqaro vaziyatga qarata bo'lsin, mayli o'zimizningki muhacirat yaşayotgan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizningki ichki passiv bir vaziyatlarga nisbatan bo'lsin. Biz o'zimiz bir loyiha, bir planlarni hazırladık. Endi bu yerda muhim masala mayli o'zimizning ichki qismidagi vaziyatga qilingan tadbir bo'lsin, mayli xalqaro vaziyatga nisbatan bir tadbirlarimiz bo'lsin. Hammasida ayirib qarag'ili bo'lmaydigan ve biz en ehtiyojli bo'lgan ve hammamiz o'rtaq bir tushuncha hosil qilmasak bo'lmaydigan bir nuqta bor. Nima deganda bu hammamizga ma'lum, ya'ni bizning rahbarlarimiz, ustozlarimiz, ziyolilarimiz ve aqsoqollarimiz ve xalqimiz umid qilayotgan ittifoqlik degan bir masala. Bu ittifoqlik hammamiz umid qilayotgan, hammamiz bir o'rtaq tashabbus qilayotgan bir masala bu. Ama bunu qimmatga aylantirolmayapmiz. Bunu haqiqiy bir ma'nosi bilan o'rtaga chiqarmayapmiz. Endi bu yerda ittifoqlik bu nihoyat cho'ng bir mazmunni o'z ichiga oladi. O'zi ham oddiy, ammo nihoyat keng doirani o'z ichiga olgan bir hukm bu. Bu ittifoqlikningki haqiqiy ma'nosini bilmayapmiz. Endi boshqalar qanday tushunsin, bundan burun qanday bir ma'no berilsin, ittifoqlik, hamkorlik, birlik to'g'risida. Ammo biz bugungi vaziyatda Sharqiy Turkistonning davosida bu ittifoqlikqa, birlikka, hamkorlikqa biz yangi bir ma'no bermemiz lazım. Yani davoyimizga foydali bir ma'noni bermemiz lazım, sharhlamamiz lazım ve bunu qarindoshlarımızga, xalq omasiga tushuntirib, buning davomimizda ne kadar muhim o'rni tutadiganligini bildirmemiz lazım. Qanday tushunamiz undaqda? İttifaqlik degan bizga nisbatan, biz Sharqiy Turkistonlikka nisbatan shu Sharqiy Turkistonni mustaqil qilish yo'lida biz hammamiz o'rtamizdagi har qanday bir ixtiloflarni, har qanday bir o'xshamagan fikr ko'z qarashlarni bir yoqqa cho'rib tashlab qo'yib, biz bir araga keladigan, qo'limizga ching mahkam bog'laydigan, mo'rimizga tarab bir yangda bir qo'l, bir yoqada bir bosh bo'lib o'tirg'i chiqadigan, o'zimizning barlig'imizni, fidokorligimizni ko'rsatadigan mushundaq bir mazmun deb qarashimiz kerak. Bu yerda ittifoqlik bu. Qandaqto men aniga ergashsam, aning edim bo'lib qolam deganda men. Buning bilan hamkorlashsam, buningga yaqin kelsam, buning xizmatini qo'llasam,
mening töhfem anığı bo'lib qolarmi? Yo'q, bu bir xato tushuncha bu. Biz buni faqat mengimizdan supurib tashlashimiz kerak. Agar bizningki davoyimizda biz rostchil bo'lsak, Allah rızası uchun shu vatanimizda namusi, ishpiti oyoq osti qilinayotgan, dafsanda qilinayotgan shu qarindoshlarimizningki umrliki, osatligi uchun bo'lgan bo'lsa, biz hammamiz bu yo'lda bir arqa kelmagimiz lozim. Har qanday bir shaxsiy manfaatimizni bir yoqqa cho'rib qo'yishimiz lozim. Biz iddiy jihatdan birlik kelmagimiz lozim. Fikir jihatdan birlik kelmagimiz lozim. Bu bir-birimizni yutib olish, qo'shib olish emas bu ittifoqlik degan. Shunga bizningki navbatda qila oladigan xizmatimiz yoki qilmoqchi bo'lgan xizmatimiz shu ittifoqlik prinsipini buni tashviq qilish, mayli Turkiyada bo'lsin, mayli muhojiratdagi dunyoning qarziyatdagi qarindoshlarimiz hammasiga buni umumlashtirish. Bu ittifoqlik prinsipi ostida hammamiz tig' ushimizni bir-birimizga qaratishdan odil shu zolim kommunist hokimiyatiga qaratish. Agar biz bir-birimizni qaratgan bu ziddiyatlik bu tig' ushimizning yerimini shu zolim kommunist hokimiyatiga qaratilgan bo'lsak, bu bir natija bizga. Bu bizga hech qanday bir bedel to'lamay natija olib keladi inshaalloh. Shunlashqa bu yerda biz bu ittifoqlikni mo'yim o'rinda qo'yishni to'g'ri ko'rdik va bu haqda turli shakllarda, turli tashviqotlarda xalqimizningki bu ittifoqlik, hamkorlik, birlikka bo'lgan ko'z qarashini, sapasini ma'lum bir seviyaga ko'tarishni o'yladik. Agar bizning qachoniki mana shunday ushshaq-tushshaq arzimas, bizning davoyimizga ziyon zahmat yetkazadigan shunday ixtiloflarni bir yoqqa cho'rib qo'ydik ekanmiz, biz avtomatik holda biz bir iddiyaga, bir liniyaga biz kelib qolamiz. Allah razı olsun barliq siyosiy tashkilot rahbarlarimizdan. Ular bugun qadar nurg'unlagan fedakorliklarni ko'rsatdi. Ittifoqlik to'g'risida nurg'unlagan tashviqotlarni qildi. Va qilayotgan xizmatiga, qilayotgan tuhfasiga yarasha xalqdan bir memnuniyat, bir muayyanlashtirish olgan bo'lsa-mu, ammo ko'pincha zarbi edi. Shu rahbarlarimiz ko'pincha zarbiyaglik. Ashulaga savr qilib keldi. Allah razı olsun. Bundan keyin yana texmo bir sevirchan bo'lishini rahbarlarimizning, texmo keng qo'saq bo'lishini buni bir iltimos qilaman rahbarlarimizdan va bizningmi bu ittifoqlik, hamkorlik to'g'risida, birlik to'g'risida o'zimizni qaytadan bir o'ylanadigan, buni davoyimizga ijobiy xizmat qildiradigan mushunda bir seviyaga, mushunda bir sapaga, mushunda bir ong'a kelishimizni umid qilaman va bu yo'lda biz bir xizmat qilishni bir planladik hamdi. Rahmat, yuqorida xalqimizga noyat mo'yin bo'lgan ittifoqlik, birlik masala to'g'risida yaxshi planlaringizni o'tirib qo'ydingiz. Endi xalqimizga qanday ko'ngil so'zingiz va o'zingizning yurak so'zlarini bir anglab baqsak. Bo'ldi, rahmat. Mening xalqimizga deydigan ko'ngil so'zim, aziz qarindoshlarimiz, biz bugungi bundaq bir xorliq holatga kelib qolishimizga nimaning sababchi bo'lganligimizni hammaylar obdan bilamiz. Buni so'z qilib kelsak, bayam deb o'tgandek bu bir ittifoqsizlik. Tarixdan buyon bugun qadar davomlashib kelgan bu ittifoqsizlikdan bo'ldi deb qarayman. Shu munosabat bilan biz bu ittifoqsizlikqa bir xotima bersak, biz ma'lum bir masalalarda, ma'lum bir o'xshamasliklarga duch kelgan vaqtimizda yoki ma'lum bir qarindoshimiz bizning dilimizni, ko'nglimizni ranjitgan vaqtida biz uningga qarshi raddiya berishning o'rniga biz darhol shu
vatanimizde zulüm aslında ingravatkan kırındaşlarımızdaki azaplarını göz aldığımız keltirsek, belki bu kırındaşımızın bizge bergen aziyeti onun aldıda hiç nimege erzimesligi mümkün. Bununla bizden bir reddiye verip, onundan derdimizni elivişko erzimesligi mümkün. Şunun ornuğa biz o kırındaşımızga kuşkumuzni açaylı, kökskarımızını kang tutaylı, onun bilen biz inak bolaylı. Ondan başka yana nerede bolsun barliq siyasi teşkilat rahbarlarimizning xizmetiga biz aktif maslaşaylı. Qaysi bir teşkilatga, qaysi bir cemiyetga tabe bolgan bolsak, biz o rahbarimizga qat'iy itoatman bolaylı, itoatchan bolaylı. Ve ularga biz hemnefes bolaylı. Başka bir cemiyetdeki yoki başka bir toplumdaki qarindoshlarimiz ayrımcılık qilmaylı, özra bir-birimizni e'tirof qilaylı. Her qandaq bir rahbarni biz e'tirof qilaylı ve ularni biz desteklaylı ve ularningki oldi keynida yomon söz haqoratlarda bo'lmayli. Biz ularga texim azade bir xizmat qilish, bizga texim yaxshi bir natija olib keladigan bir muhit hozirlab beraylik biz ularga. Elbette qarindoshlarimiz bugun qadar şu aktif faaliyetçilerdeki siyasi yetekçilerimizin, rahbarlarimizin xizmatlariga yaqindan mas'ul kelyapmiz. Ama kelyapgan bilan biz şunuga yeterlik halda özümüzdeki bir fedakarlığımızı göstermeyapmiz, sabırchan bolanmayapmiz biz. Hiç qandaq bir hatasız insan yok. Her qandaq bir insan ma'lum hatalışı mümkün. Azdır köptür sebep noksanlıklar boluşu mümkün. Biz ularga islanmaylı, ularningki ortiqchiligini göreyli biz. Alayligini göreyli. Şuna qarindoshlarımizga mening deydiganim, kutadigan ümidim, biz hammamiz özümüzningki taqdirdoshlik ekanligimizni aniq tunib yetaylik qarindoshlar. Bir-birimiz qandaq bo'lsak bo'layli, taqdirimiz bir. Biz hamon bir taqdir, bir liniya, bir yo'l ustida mangamiz inshaalloh. Bundan başka barliq siyasi teşkilat rahbarlaridan ve barliq fidakarlık, ondan başka barliq fidakarlık bilen aktif hizmet kılayotgan fidailerimizden kutadigan ümidimiz hazırkıdek muşundaq bir nazuk, muşundaq bir ciddi bir vaziyette, muşundaq bir tepilgisiz bir fırsatda rahbarlarning bir ciddi halda özara bir araya kelip bu vaziyetten, bu fırsattan qandaq bir paylanış, bunu qandaq bir qimmatga aylandirish, bunu qandaq bir netijelendirish to'g'risida bir ortak bir fikir hasıl qilishinglarni ve bu ortak fikirlik aslida bir plan tedbirlerini tuzib chiqishinglarni tövençilik bilen so'rayman, umid qilaman ve shuningdaqla her biringlarningki her zaman arqinglarda öz Şarkı Türkistanlıkla cemiyeti buluş süpütümüz bilen can fedakarlık bilen her qandaq bir xizmette buluşqa fedakarlık görüşüşke biz tayyormiz. Assalamu alaikum barliq qarindoshlarimiz, görüşküçe aman bolayli. Ahırda müş söhbet programımız qatnaşqanlığınızga yana bir qatam rahmet etaman. Hörmetli görürmenler, bugünkü söhbetimiz muş yerde ahırlaştı. Yana bir qatam görüşküçe aman bolinglar. Allohga emanet.